Iftorlik menyusi ikkinchi kun. Shu ko'k piyozli qatlamani anchadan beri o'zim tayyorlamoqchi bo'lib yurgandim va nihoyat tayyorlab ko'rdim. Oddiy no'makob suvga oltindan oliy navli unlardan solib, xamir qorib tindirib qo'yamiz. Obunachilarimning iltimoslariga binoan toshkentcha mastavani ham pishirib ko'rsatib o'tdim. Mastavani albatta qo'y go'shti va qo'rg'alardan foydalanib tayyorlashingizni maslahat beraman. Mastava mazali bo'lib chiqishini siri baland olovda telarni qip-qizil qilib qovurish. Dekor podachalari ham juda chiroyli bo'lishi uchun alohida guruchlarni ham pishirib oldim. Aynan mana shu oltindonni lazer guruchlardan foydalanib tayyorlasanglar ovqatingiz juda ham mazali chiqadi. Mastava qaynab, guruchlarimiz pishgunga qadar svejiy salat tayyorlaymiz. Karam, svetofor bolgarskiy, markavcha, bodring, pomidor, kashnit, chesnok va qizib turgan yog' qo'yib tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Tinib olgan ikkita zuvala xamirimizni xuddi shunaqa qilib yoyib, ustidan eritilgan margarin va ko'k piyozdan sepib, ikkinchi qavat xamirimizni ham yopamiz. Yana margarin surtib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib lentachalar kesib chiqib, xuddi shunaqa o'ramalar hosil qilamiz. Bu orada shunaqa lentasimon lochiralar ham pishirib oldim. To'liq retseptini esa keyingi videolarimda ko'rishingiz mumkin. Qatlamalarni yarim soat xolodilnikka qo'yib, keyin shunaqa yoyib pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, shunaqa chiroyli iftor dasturxoni bizda tayyor bo'ldi. Shuncha qilgan mehnatim atigi sizni bitta laykingizga arziydimi? Video yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'ling. Bundanda qiziq va foydali retseptlar hali oldinda. Ramazon muborak bo'lsin.